Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugungi mavzumiz sizlar bilan ko'rib chiqadiganimiz, ya'ni otlar, lotin tilidagi otlar va ularning grammatik xususiyatlari to'g'risida to'xtalamiz. Ya'ni bu bizning jamoa ishlayotgan lotin tilini ikkinchi darsi, ya'ni video darsiga to'g'ri keladi. Oldin otni lotin tilida yangi boshlanayotgani uchun uni to'xtalib turib o'zbek tilida nima ma'no anglatishini tushunib bir takrorlab olsak. Deyarli lotin tilida ham bir xil. Ot biz bilamiz kimni nimani so'roqlariga javob bo'lib shaxs va sonni ifodalab keladi. To'g'ri. O'z ona tilimizda otlar faqat shaxs va songa bo'linadi, lekin bu lotin tilida hamda nemis tillariga rotlar, xuddi rus tiliga o'xshagan rotlar bo'ladi. Bizda 3 ta rot bo'ladi. 3 ta rot bo'ladi lotin tilida. Birinchi bo'ladigan bo'lsa maskulinum. Birinchi rotimiz bo'ladigan bo'lsa maskulinum, keyin bo'ladi femininum, hamda bo'ladigan bo'lsa neutrum. Qisqartmasi holati esa n holati yoziladi. Femininumniki bo'ladigan bo'lsa femininum. Qisqartma holati f holatida yoziladi. Maskulinum bo'ladigan bo'lsa maskulinum holatda hamda m holatida yoziladi. Endi bular qanday ma'nolarda anglatishiga to'xtalsak. Maskulinum rus tilida mushkul rod, ya'ni erkak shaxslarga to'g'ri keladi. Femininum bo'ladigan bo'lsa женский rod, ya'ni femininum bo'ladigan bo'lsa ayol jismlarga yoki ayol shaxslarga to'g'ri keladi. Neutrum bo'ladigan bo'lsa, neutrum bu neytral ayolga ham qaramaydi, ham erkakka ham qaramaydi. O'rtasidagi so'zlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bo'ladi rus tilida sredniy rodga to'g'ri keladi. Sredniy rodga keladi. Bular asosan sifat bilan birikma hosil qilayotgan holatda rodlar juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ona tilimizda ham bilamizki, otlar birli hamda ko'plik holati bo'ladi. Masalan, bitta kitobda kitobda oladigan bo'lsak, keyingisi bo'ladigan kitoblar holatiga kelishi ham mumkin. Kitoblar holatida bo'lishi. Bu birlik holatda turibdi. Bu kitoblar esa bir qancha ko'plik holatida turibdi. Demak, lotin tilida ham otlar ikki xil holatda bo'lar ekan. Miqdoriga qarab turib birlik hamda ko'plik holatida. Ya'ni agar birlik shakli bo'ladigan bo'lsa singulyar deb yuritiladi. Singulyar bo'ladigan bo'lsa agar ko'plik shakli plural pl holatda qisqartirilgan holat bo'ladi. Sizlarga yana bir narsani aytib o'tish kerak. Qisqartirilgan shakllarini yodlab bilib qolgan yaxshi. Chunki ular so'z yodlayotganinglarda asosan o'sha qisqartma holatiga keladi. Hech qachon ko'plik holati bo'ladi, foramen bo'ladi, foramen singulyar deb yozilmaydi, sing deb yozib ketiladi. O'sha uchun o'zlari uchun qulay shaklda yodlab olishlari ma'qul. Keyingisi, ya'ni turlanish bo'ladigan bo'lsa, turlanish. Ona tilida otlar 6 xilda kelishlarda turlanadi. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa, ona tilimizda 6 ta kelishi bor. Lotin tilida ham teng ona tilimizda ham 6 ta kelishi bor va lotin tilida ham 6 ta bo'ladigan bo'lsa, bosh kelishik, tushum kelishiga, qaratqich,
qaratqich, jo'nalish, bosh kelishik, tushum kerak, qaratqich bilan jo'nalish kerak, chiqish hamda o'rin payt kelishlarini o'z ichiga olar edi. Bularda deyarli qo'shimchalar bilsalar kerak. Bosh kelishlikda qo'shimchasi yo'q edi. Tushum kelishligining, jo'nalish kelishligining, chiqish kelishligidan o'rin paytiga ga, ka, o'rin paytiga esa da qo'shimchalari edi. Lotin tilida ham o'sha 6 ta kelishik o'zgarmagan holatda bo'ladi, lekin nomlari lotincha nomlarda ifodalanadi. Lotincha nomlarda ifodalanadi. Ularda bo'ladigan bizga eng asosiy ishlatiladiganimiz 2 ta kelishikdan foydalanamiz. Ular bosh kelishik hamda qaratqich kelishiklardan foydalanamiz. Bosh kelishik bo'ladigan bo'lsa lotin tilida nominativus qisqartirma nom holida nom deb yoziladi. Nominativus qo'shimchalar kim, nimaning so'roqlariga javob beradi. Keyingisi qaratqich keladi genitivus. Genitivus bo'ladigan bo'lsa gen qo'shimcha gen qisqartma olasiz ifodaladi. Kimning, nimaning so'roqlariga javob bo'ladi. Bu bosh kelishik bilan qaratqich kelishik nima sababdan o'rgatilayotgani yoki ahamiyatli degan masalasi sababi lotin tilida otlarning turlanish degani ham bor. Turlanish degan narsasi bor. Turlanish asosan oxirgi so'zni oxirgi harflaridagi qo'shimchalarning o'zgarishi bilan amalga oshiriladi. Masalan, ona tilda ham kitob va kitobning bo'ladigan bo'lsa bu yerda tuslanadi bosh kelishik hamda bular qaratqich kelishida turibdi. Lotin tilida ham o'sha turlanishimiz uchun bo'ladigan bo'lsa asosiy aniqlab olishimiz genitivus orqali amalga oshiriladi. Turlanishga lotin tilida 5 ta turlanish bo'ladi va ularda biz genitivus singular, ya'ni qaratqich kelishining birli shakllari yordamida qaratqich kelishining birli shakli orqali aniqlab olamiz. Keyingisi navbatdagi sahifamizda otlarning turlanish tipi, ya'ni otlarda boya hozir aytib o'tganimdek 5 ta turlanish bor bo'ladi va ularni qanday qilib ajratamiz desak, ularni qaratqich kelishigining birli qo'shimchalar yordamida aniqlaymiz. Rod bo'ladigan bo'lsa, 3 ta rod bor dedik. Maskulinum, femininum va neutrum rodlari bo'ladi dedik. Birinchi turlanishimizga faqat femininum kerak. Femininum o'z ichiga oladi. Ikkinchi turlanish bo'ladigan bo'lsa maskulinum hamda neutrum. Uchinchi turlanishimiz bo'ladigan bo'lsa maskulinum, femininum hamda bular neutrumlar o'z ichiga oladi. To'rtinchi turlanishimizga maskulinum bilan neutrum, 5-turlanishimizga bo'ladigan femininumlardan iborat bo'ladi. Birinchi turlanishimiz femininum, ikkinchi turlanishimiz maskulinum, neutrum, uchinchi turlanishimiz barcha rodlarni o'z ichiga oladi. 4 yana orqaga qaytariladi. 4-bo'ladigan bo'lsa, xullas bunday oshishyapti, eng yuqori darajaga chiqyapti, keyin yana tushyapti, mana shunday qilib turib diagram holatda o'sishyapti va orqaga qaytyapti. 3 eng yuqori darajasi, demak hammasi bor. 4 2 ga teng, 5 1 ga teng holatda qilib turib o'zingizlarga tushunarli qilib yodlab olsanglar bo'ladi. Masalan, men shunday qilib turib yodlaganman. Nimalar ichida kirishini o'chirib olamiz va rodlar ketdi. Endi bo'ladigan bo'lsa, birinchi rodda birinchi turlanishimizda singulyar holatini oxirgi holati bo'ladigan bo'lsa a holatda tugaydi. Ikkinchi turlanishimiz, ya'ni maskulin va neutrumdagi otlar maskulindagi bo'ladigan otlar bular us bilan er bilan tugaydi. Neutrumdagi otlar bo'ladigan bo'lsa bilan on bilan tugaydi.
un bilan on tugaydi. Endi uchinchi turlanishimiz bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, femininum, maskulinum hamda neutrum har xil qo'shimchalar bilan tugab qolishi mumkin bo'ladi. Har xil qo'shimchalar bilan tugab qolishi mumkin bo'ladi. To'rtinchisi us bilan maskulinumdagi roddagi otlar tugaydi. Neytrumda bo'ladigan bo'lsa i bilan tugaydi. Endi beshinchisi bo'ladigan bo'lsa, buncha oxirida yozib qo'yapman. Femininumdagi otlar oxirgi qo'shimchasi harflari s bilan tugaydi. S bilan tugaydi. S bilan tugaydi. Endi turlanishda farqlayotganimizda qaralik kelishini birlik qo'shimchasi yordamida aniqlaymiz dedik. Bularga birinchi turlanishimizda bo'ladigan bo'lsa, oxirgisi a, e, ikkinchi turlanishimizda i, uchinchi turlanishimizda bo'ladigan bo'lsa is, to'rtinchi turlanishimizda bo'ladigan bo'lsa us harflari bilan, beshinchi turlanish bo'ladigan bo'lsa i orqali tugaydi. Va biz turlanishni farqlab olyapmiz. Singular nominativ bosh kelishidagi birlik qo'shimcha, ya'ni nominativ singular orqali ham aniqlasa bo'ladimi deyishimiz mumkin. Mumkin degan savol bo'lishi mumkin. Nega aynan qaratiqish kelishida aniqlayapmiz genitivusda? Chunki bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, ikkinchi roddan boshlanib turib, maskulinumda us, neytrumda on yoki bo'ladigan uchinchi rodda bo'ladigan bo'lsa, uchinchi turlanishimiz bilan har xil qo'shimcha olyapti. Demak, buni tushunishimiz mumkin bo'ladi. Har xil qo'shimchalar olishimiz mumkin. Masalan, har xil deyapmiz. Birinchi turlanishdagi ani ham olish mumkin, ikkinchi us yoki erda ham. Endi so'z boyligi ko'p bo'lgani sababli hammasini olib qolish mumkin. Shuning uchun bunda genitivusda faqat bittadan qo'shimcha bo'lgani uchun turlanishda biz genitivus singular yordamida aniqlab olamiz. Aniqlashimizga yordam beradi. Bularga misollar shu yerda keltirib qo'ygan. Masalan, uchinchi turlanish bo'ladigan bo'lsa, masalan, tendo oxiri o bilan tugayapti. Har xildagi qo'shimcha tendinis bo'ladigan bo'lsa bo'lyapti. Tendo paymada o'shanaqa payningmi o'shanaqa bo'lyapti. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, beshinchisi bo'ladi. Facies bo'ladi. Fasie holatida o'qiladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi listega o'tamiz. Xo'sh, navbatdagisi bo'ladi otlarning lug'at shakllari. Otlarning lug'at shakllari deb turib, siz yodlayotgan holatingizda otlar qanday holatda yozilgan bo'lsa, o'shani biz lug'at shakli deymiz. Lug'at shakli ichida nimalar o'z ichiga olinadi? Birinchisi bo'ladigan bo'lsa, otning lotincha nomi bosh kelishida hamda bo'ladigan singular yoki bo'ladigan bo'lsa lotin tilida nominativ sing bo'ladi. Nominativ sing bo'ladi. Demak, bosh kelishida hamda bir bosh kelishida holatida bo'ladi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi holatda yodlayotgan holatdan e'tibor berib qaratadigan bo'lsak, bironta harf holatida qo'shimchasi kelgan bo'ladi. Bu esa genitiv singular qo'shimchasi. Uchinchi holatda esa rodning belgisi, ya'ni femininum, neytrum hamda maskulinumning rodli qo'shimchalari qisqartma holatida ifodalanadi va oxirgi holatda esa o'zbekcha tarjima nomlari. Demak, yana bir takrorlab olamiz. Otlarning lug'at shakli o'sha yodlayotgan holatimizda qanday ko'ringan bo'lsa, shu tushuniladi. Lug'at shaklining tarkibiga nimalar kiradi? Birinchisi, bosh kelishi tarkibidagi bosh kelishi singular shakli, neytrumning nominativning singular shakli, keyingi savol genitivusning singular shaklining qo'shimchasi va uchinchi holatda bo'ladigan bo'lsa rudi va to'rtinchisi esa tarjima holatini o'z ichiga oladi.
Yana bo'ladigan bo'lsa, takrorlab o'tib ketamiz. Qaratish tushunchasi nida beradi va negiz. Negizda otlarning asl o'zini qolibi nazarda tutiladi. O'zining asl holati nazarda tutiladi. Masalan, ot bosh kelishida turibdi, lekin uni negizda o'sha bosh kelishi deya olmaymiz. Negizda aniq aytishimiz uchun bo'ladigan bo'lsa, birinchi otni bosh kelishidagi holatiga qaratish kelishining qo'shimchasi qo'shiladi. Hamda qaratish qo'shilishini kelishiga tashlab yuboriladi va shu holatda esa otning asl negizi holatida ifodalanadi. Masalan, vertebra deb yoziladi. Masalan, vertebra yoziladigan bo'lsa, buni qaratish kelishiga e holati bo'ladi. Fenomen ro'yxatiga to'g'ri keladi. Biz buni negizini aniqlayotganimizda e holatida bo'ladi. Hamda bular negizi bu yoqda yozamiz. Bularni chizib olaylik. Vertebr asosiy negizi vertebrni o'z ichiga oladi. Asosiy negizi vertebr. Asosiy negizi vertebr o'z ichiga oladi. Masalan, o'z ichiga oladi. Bularga masalan kosta kartkelaychi qo'shilyapti. Kosta fenomen ro'yxatiga tegishli hamda negiz bo'lib Neus nervi maskulinum nerv. Homo hominus xonim. Moslash aniqlovchilar. Shu yerda otlarga tegishli uchun bo'ladi bo'lsa, aniqlovchilar degan narsa ham bor bo'ladi. Aniqlovchilar. O'zi aniqlovchilar ikki xil bo'ladi. Birinchisi bo'ladi moslashgan va moslashmagan aniqlovchilardan iborat bo'ladi. Aniqlovchilar bo'ladi moslashgan va moslashmaganlarniki bo'ladi. Shunda bo'ladigan bo'lsa, birinchisi bo'ladigan bo'lsa, ot va ot orqali ifodalangan bo'ladigan bo'lsa, bu moslashmagan aniqlovchi. Agar sifat bilan ot ifodalangan bo'ladigan bo'lsa, moslashgan aniqlovchi. Masalan, bu yerda namuna qilib kelyapti. Kirsa tuberkulin, do'mbboqchaning qirrasi. Bu yerga kelsa, otdan iborat bo'ladi. Shuning uchun bo'ladigan bo'lsa, lekin bitta birikma hosil qilayotgani uchun moslashmagan aniqlovchi tashkil etyapti. Ikkinchi holatimiz sifat orqali, ya'ni moslashgan aniqlovchi. Arteriya magna, katta arteriya, magna katta. Katta arteriya degan ma'noni anglatyapti. Bular ham esinglarda qolsin, moslovchi aniqlovchilar ikki xil, moslashgan va moslashmagan. Moslashganlar bo'ladigan bo'lsa, ot bilan sifat yordamida aniqlanyapti. Moslashmaganlar bo'ladigan ot bilan ot orqali amalga oshirilyapti. Endi keyingisi bir lotin tili jumlalarini tarjima qilish. Lotin tillarida jumlalarni tarjima qilish bo'ladigan bo'lsa, xuddi ingliz tiliga o'xshaydi. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa, so'zni mana shu yerdan boshlanayotgan bo'lsa, bu tomon oxiri bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilida ham xuddi shunday. Bu oxiridan bosh tomonga tarjima qilinadi. Lotin tilida ham xuddi shunday oxiridan bosh tomonga qarab turib tarjima qilinadi. Misol qilib keltiradigan bo'lsa, vena pulmonis bo'ladigan bo'lsa, vena pulmonis bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda pulmonis ya'ni o'pka, venasi. O'pka venasi orqali tarjima qilamiz. Endi o'zbek tilidan lotin tiliga tarjima qilayotgan holatimizda gapda bu boshlanish bo'ladigan bo'lsa, bu oxiri bo'ladigan bo'lsa,
Bu tomonga qilib tarjima qilamiz, bu tomonga bunday qilib tarjima qilib qo'yamiz. Masalan, til ildizi radix lingua. Ko'z olmos bulbus oculi. Miya bo'shlig'i cortex vertebral. Bu yerda qulay bo'lishi uchun bo'ladigan bo'lsa 1, 2, 3 holatida yozilgan. O'zbek tilidan lotin tiliga tarjima qilayotgan holatingizda 1, 2, 3 tartibda ketadi. Lotin tilidan o'zbek tiliga tarjima qilayotgan holatingizda 3 bilan bu yoqqa keladi. Bunday qilib aytadigan bo'lsak, qanday qilib tushuntirsa bo'ladi? Otlar har doim oxirida keladi. Sifat bilan birikma holat qilayotgan, ya'ni moslashgan hamda moslashmagan aniqlovchilar hosil qilayotgan holatda. Demak, bugungi tayyorlagan taqdimotimiz shularni o'z ichiga olarkan, ajratgan vaqtinglardan rozi bo'linglar, ilm olishdan charchamanglar va yangi chiqadigan so'zlarni yodlab qo'yinglar. Mavzuni mustahkam o'zlashtiringlar uchun poydevor bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat.